Assalomu alaykum. O'zining hamda yaqinining sog'lig'iga bee'tibor bo'lmaydigan kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz Verespiron preparati haqida bo'ladi va ushbu videoni ko'rish orqali siz preparat haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Verespiron ta'sir qiluvchi moddasi spironolakton hisoblanadi. U farmakologik xususiyati jihatidan aldosteron antagonisti hisoblanadi. Ya'ni bloklovchi preparat sifatida qaraladi. Aldosteron bu buyrak usti bezida ishlab chiqariladigan gormon sanaladi. Uning vazifasi organizmda birinchi navbatda suv tuz almashinuvini boshqaradi, ya'ni natriy va suvni ushlab qoladi, kaliyning chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Bu orqali qon bosimini me'yorida ushlab turishga, ba'zi holatlarda esa qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi holat bu stress. Ya'ni umuman olganda inson stress holatiga tushadigan bo'lsa, o'sha stressni yengib o'tishda asosiy muhim rol o'ynaydi. Endi aldosterondan tashqari buyrak usti bezida kortizol, noradrenalin hamda adrenalin gormonlari ham ishlab chiqariladi. Bitta narsani ochiq-oydin aytish kerak, Verespiron preparati yurak kasalliklarida hech qachon asosiy va yagona preparat sifatida qo'llanilmaydi. Demak, ko'rsatmalar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi ko'rsatma bu rezistent arterial gipertenziya, ya'ni birinchi qator qon bosimini tushiruvchi preparatlarni maksimal darajada bemor ko'taradigan darajada qo'llaganda ham qon bosimini tushmasligida qo'llasak bo'ladi. Ya'ni birinchi qator preparatlariga bular APF ingibitorlari, enalapril guruhi, sartanlardan lozartan, valsartan, kandisartan kabilar hamda kalsiy antagonistlari amlodipin, nifedipin, lerkanidipin kabi preparatlar hamda diuretiklarni qo'llash, furosemid, torosemid, indopamid, gidroxlortiazid kabi preparatlar va 4-chi beta blokatorlar, ya'ni bisoprolol, nebivolol, metoprolol, karvidilol kabi preparatlarni maksimal bemor ko'taradigan darajada berganimizda ham qon bosimi optimal darajada, ya'ni 130 ga 80 dan pastga tushmasa, biz rezerv preparati sifatida Verespironni qon bosimini tushirish maqsadida qo'llasak bo'ladi. Ikkinchi holat bu yurak yetishmovchiligida qo'llash. Ehokardiografiya ko'rsatkichiga binoan chap qorinchaning otish hajmi 40% va undan past bo'lgan bemorlarga bemalol Verespironni qo'llasak bo'ladi. Bu Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasida ko'rsatib o'tilgan. Bunda ikki xil ta'sirni olishimiz mumkin. Birinchi navbatda antifibratik ta'sir, ya'ni yurakni fibrozlanishidan himoya qilib turadi. Va ikkinchi ta'siri bu ko'pincha qon, ya'ni otish fraksiyasi past bo'lgan bemorlarda suyuqlikni yig'ilishi ko'p uchraydi. Bu holatda biz diuretiklarni qo'llaymiz, ya'ni furosemid, torosemid kabi siydiruvchi preparatlarni qo'llaymiz va bu preparatlar fonida kaliy miqdori tushib ketadi. Verespironni o'sha vaziyatda qo'llash ikkita narsadan yutishga muvaffaq bo'lamiz. Birinchisi bu u Verespiron kaliyni o'zida saqlab qolish xususiyatiga ega. Ikkinchi yutug'imiz bu diuretiklarni, ya'ni furosemid, torosemid kabilarni diuretik, ya'ni siydik haydash xususiyatini yanada oshirishiga sabab bo'ladi. Uchinchi ko'rsatma bu suyuqlik yig'ilishi bilan boradigan og'ir jigar sirrozida qo'llasak bo'ladi. Bunda doza, Verespironning miqdori, ya'ni belgilash miqdori anchagina baland hisoblanadi. 100 dan 300 mg-gacha dozalarda qo'llaniladi va bunda aynan diuretik maqsadida, ya'ni siydik haydashni oshirish maqsadida qo'llaymiz. Yana bundan tashqari ikkita off-label ko'rsatma bor. Off-label ko'rsatma bu katta tajribalarda o'tkazilmagan, ammo ekspertlar tomonidan tavsiya etiladigan hamda
amaliyotda, klinik amaliyotda o'zining ta'sirini yaxshi ko'rsatgan holat yuzaga keladigan bo'lsa, bu off-label ko'rsatma hisoblanadi. Birinchisi bu ehokardiografiya ko'rsatkichiga binoan chap qorinchaning otish fraksiyasi 40% dan baland bo'lgan bemorlarda ham berish. Respiron preparati oxirgi tadqiqotlarda aniqlanishicha, otish hajmi 55% gacha bo'lgan, ya'ni oraliq hamda saqlangan otish hajmidagi yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda ham ishlashi, yaxshi effekt berishi, samaradorligi isbotlangan. Ikkinchi off-label ko'rsatma bu bemorda bo'lmachalar fibrillatsiyasi kabi aritmiya turi bo'ladi va o'sha aritmiya turida chap bo'lmacha hajmi kengaygan bo'ladi. Shu holatda biz antifibratik maqsadda, ya'ni shifokor fibrozlanishga shubha qiladigan bo'lsa, o'sha holatda biz antifibratik preparat sifatida preparatdan foydalansak bo'ladi. Ko'pchilik bemorlar Verespiron preparatini siydiruvchi preparat sifatida foydalanib kelishadi. Bu qisman to'g'ri, lekin Verespiron 100 mg gacha bo'lgan dozada siydiruvchi xususiyati juda past sanaladi. 100 dan baland bo'lgan holatlarda biz siydiruvchi preparat sifatida qo'llaymiz, lekin yurak kasalliklarida biz 100 mg dan ortiq dozada bermaymiz. 12,5 mg dan boshlab titrovat qilinadi va 100 mg ga qarab ko'tariladi. 12,5, 25, 50, 100 holatlarda beriladi. Va boshlash uchun ko'rsatma birinchi navbatda kardiolog shifokori tomonidan ikkita muhim tekshiruv amalga oshiriladi. Birinchisi bu kaliy tekshiruvi sanaladi, ya'ni kaliy miqdori 5,5 millimol litrdan baland bo'lmasligi va ikkinchisi kreatinin analizini topshirtiriladi, ya'ni kreatinin 220 mikromol litrdan baland bo'lmasligi tavsiya etiladi. Ya'ni kardiolog buyrakning ishlash funksiyasini tekshirib oladi. Unda 30 millilitr minutdan kichkina bo'ladigan bo'lsa hamda kaliy miqdori 5,5 dan baland bo'ladigan bo'lsa, Verespironni boshlash mumkin emas. Ichish mobaynida preparatni qabul qilish davomida kaliy miqdori 5 millimol litrdan oshadigan bo'lsa, preparat dozasini kamaytirish yoki uni bekor qilish haqida o'ylab ko'rish tavsiya etiladi. Verespiron preparati kaliy saqlovchi diuretik sifatida ko'rilgan, lekin uning diuretik xususiyati pastligi, ya'ni siydik haydash xususiyati pastligi hamda kaliy saqlab qolish funksiyasi asosiy bo'lmaganligi uchun u bunaqa hozir bunday nom berilmaydi. Hozirgi kunda aldosteron antagonisti sifatida ko'riladi. Nojo'ya ta'sirlarga keladigan bo'lsak, Verespiron preparati anti-androgen ta'sirga ega va shuning uchun ba'zi erkaklarda, ya'ni 10% holatda ginekamastiya kabi nojo'ya ta'sir kuzatilishi mumkin. Bu erkaklarda ko'krak bezining kattalashuvi hamda o'sha sohada og'riq paydo bo'lishi yuzaga kelishi mumkin. Buning yechimi esa preparatni bekor qilish va eplerinonga o'tish hisoblanadi. Eplerinon bu Verespironga qaraganda selektivroq aldosteron antagonisti hisoblanadi. Original preparat Inspira, faqat O'zbekistonda u hozircha yo'q. Ishonchli jeneriklardan Espirodan foydalanib kelamiz. Endi o'ylashimiz mumkin, nimaga unda boshidanoq shu eplerinondan boshlasak bo'lmasmidi degan xayol o'tishi mumkin, lekin samaradorligi jihatidan Verespiron preparati eplerinonga qaraganda samaraliroq. Shuning uchun avval Verespirondan foydalanamiz va nojo'ya ta'sir kuzatiladigan bo'lsa, keyin bemalol eplerinonga o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Verespiron preparati kuniga bir mahal kunning birinchi yarmida qabul qilinadi.
Preparat haqida asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Videoga like bosing, kommentariy yozing hamda keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.